Top 3 ta foydaga eng tez chiqadigan zamonaviy bizneslar. Sir emaski, hozirgi paytda ishsizlar soni ortib bormoqda. Siz esa kuniga 500 ming va undan yuqori daromad topyapsiz. Bu juda yaxshi, to'g'rimi? Va buni haqiqatga aylantirish imkoni bor. Men 5 yildan beri biznes loyihalar, biznes keyslar, bizneslarni muvaffaqiyatsizligi va muvaffaqiyatli amalga oshirilgan biznes loyihalarini mustaqil hamda qimmatli pullik kurslar orqali o'rganib kelyapman. Hozir aynan biznes universitetining talabasiman. Shunday ekan, biznes haqida gapirishga, kimgadir biznesni o'rgatishga haqliman. Kelgusi 5 daqiqa ichida O'zbekistondagi eng tez daromadga chiqadigan va eng talabgor bo'lgan top 3 ta biznes yo'nalishi bilan sizlarni tanishtiraman. Videoni yaqinlaringizga yuborib, albatta like qo'yishni unutmang. Faqatgina shu yo'l orqali bizni boshqalar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Men beradigan ma'lumotlar fantastika emas. Ko'plab bilimlar va real hayotdagi hisob-kitoblardan olingan. Demak, 3-o'rindagi biznes, mahalliy turizm va sayohat xizmatlari. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish kuchli suratda o'smoqda. Ko'p odamlar chet elga chiqa olmayapti. Narxlar qimmat, lekin sayohat qilish istagi kuchaygandan kuchayyapti. Siz nima qilasiz? Dastavval Instagram, TikTok, YouTube platformalarida sahifalar ochib, O'zbekistonning yoki ma'lum bir viloyatning ommabop ko'zga ko'ringan sayohatgohlarini, joylarini topib, sahifalaringiz orqali yoritib borasiz. Ma'lum bir miqdordagi tomoshabinlar yig'ilgandan so'ng har xil tur paketlar va kundalik ekskursiyalarni, tarixiy joylarga sayohatlarni tashkil qilasiz. Keyinchalik siz o'zingiz sayohatgohlarni qidirishingiz shart emas. Sahifalaringizga joylayotgan ish jarayoningizdan olingan video lavhalarni o'ziyoq sizga mijozlar oqimini ta'minlab turadi. Restoranlar, sayohatgohlar rahbarlari mijoz olib kelishingiz uchun sizga pul to'lashadi. Obunachilaringiz ko'paygandan so'ng sahifalaringizda ham reklamalar sotish orqali daromadingizga daromad qo'shiladi. Bu ishni boshlash uchun kerak bo'ladigan narsalar: kamera yoki video bilan rasmga tiniq oladigan telefon, mashina. Mashinangiz bo'lmasa, biron bir haydovchi bilan ham kelishib ishlashingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok sahifalari o'zimizni sohamizda yoki boshqa faol obunachisi bor sahifalarda reklama qildirib yuborsak, daromadga chiqishimiz yana ham osonlashadi. Bularni barchasiga 8-10 million so'm sarmoya kerak bo'ladi. Daromadga chiqish vaqti esa 3 yoki 4 oy. Daromad imkoniyatlari: faqat bitta turni 10 kishiga hisoblaymiz. 200 ming so'mdan 2 million so'm bo'ladi. Oyiga 4 ta, 6 ta tur tashkil qiladigan bo'lsak, 8-10 million so'mgacha sof daromad qilish imkoniyatimiz bor. Keyinchalik qo'shni davlatlarga ham sayohatlarni tashkil qilib, faoliyatimizni kengaytirib boramiz. Ichki turizmni rivojlantirganimiz uchun davlatimizni ham nazariga tushamiz. Top 2 biznes loyiha: tabiiy va sog'lom mahsulotlar savdosi. Hozirgi vaqtda o'zi va yaqinlari sog'ligini birinchi o'ringa qo'yadiganlar ko'paymoqda. Buni bozorlardan ham ko'rishingiz mumkin. Avvalgidek sifatsiz, qadoqsiz mahsulotlarni savdosi chaqqon emas. Odamlar iloji boricha sifatli, tabiiy bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishmoqda. Siz ham shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda tabiiy va sog'lom bo'lgan mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanasiz. Bu savdoni bir necha turi bor. Onlayn savdo yoki offlayn savdo. Yetkazib berish xizmatlarini ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Offlayn do'koningiz bo'lib turib, onlayn savdo ham qilishingiz mumkin. Bu yana ham ko'proq daromad olib keladi. Onlayn savdoni Instagram, Telegram, YouTube orqali targ'ib qilib tashkillashtirasiz. Mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki yetkazib beruvchidan olishimiz bizga ancha ko'proq daromadni kafolatlaydi. Sotishimiz mumkin bo'lgan eng tabiiy mahsulotlar: asal, qora sedana, qurut, zanjabil, mevalar, tabiiy sharbatlar, tozalangan suvlar, quritilgan mevalar. Esimga kelganlarni sanab o'tdim. Yana nimalarni sotish mumkinligini izohlarda yozib o'tsangiz manfaatli bo'ladi. Bu ish uchun 5 milliondan 11 milliongacha sarmoya talab qilinadi. Daromadga chiqish vaqti 2-3 oy. Daromad imkoniyatlari: asalni 500 grammini 40 ming so'mdan sotamiz. Oyiga 100 ta asal sotadigan bo'lsak, 4 million so'm daromad bor degani. Uning 1 millioni albatta sof foyda bo'ladi. Faqatgina bitta mahsulotni hisobladik. Sizda esa sotish mumkin bo'lgan mahsulotlar juda ko'p. Yodingizda bo'lsin: ishingizga ishtiyoq, ishonchli yetkazuvchi, chiroyli qadoq, foydali kontent, yaxshi muomala bozorda sizni yetakchiga aylantiradi. Demak, o'zimni qarashlarim, hisob-kitoblarim yuzasidan birinchi o'ringa loyiq ko'rgan biznes loyiha. Sun'iy intellektlardan unumli foydalangan holda xizmat ko'rsatish. Sun'iy intellekt, sun'iy ong davri keldi.
Texnologiyalarni ishlatishni bilgan odam pul topadi. Ishlatishni bilmagan tomoshabin bo'ladi. Kontent iste'molchisi bo'ladi. Siz nima qilasiz? Logotiplar, bannerlar, e'lonlar, matnlar, avtomatlashtirilgan javoblar, ya'ni chatbotlar. Chatbot nimaligini tushuntirib ketsam. Instagramda juda ham ommalashib ketdi. Izohga plyus so'zini yozib qoldiring, men sizga javob beraman. Ma'lumotni yuboraman deyishyapti. Esladingiz-a? Xuddi mana shu chatbot avtomatlashtirilgan javoblar deyiladi. Masalan, men Instagramdagi biror videoyimga chatbot o'rnatmoqchi bo'lsam, chatbotni yaratib beradigan saytning oylik obunasini sotib olmayman. Chunki menga faqatgina bu xizmat bir marta, bitta postim uchun kerak bo'ladi. Shunday ekan, mana shu ishni mutaxassisiga bitta videoyim uchun chatbot yoqib berishini so'rayman va haqqini to'layman albatta. Aytaylik, chatbot yoqib beruvchi saytning oylik to'lovi 500 ming so'm. Bu eng arzoni. Bundan qimmat aslida. Va menga bir martagina bu xizmat bitta videoyim uchun kerak bo'ladi. Mutaxassisda bo'lsa, bu xizmat avvaldan sotib olingan. Unga 500 ming so'm emas, o'rtacha 50 ming so'm evaziga bitta videoyimga chatbot xizmatini ulataman. Endi bu ishga xizmatchi tarafidan qaraydigan bo'lsak, bir marta 500 ming so'mga chatbot yoqib beruvchi saytning oylik obunasini sotib olamiz. Atigi 10 ta insonga yoki bitta insonning 10 ta postiga chatbot qo'yib berish orqali oylik to'lovini haqqini chiqarib olamiz. Va keyingi keladigan barcha daromadlar bizning sof foydamizga aylanadi. Va yana tarjima xizmatlari hamda boshqa ko'plab onlayn ishlarni sun'iy intellekt yordamida taklif qilasiz. Bu sohaning yana bir yaxshi tarafi bor. Siz ishlab chiqarmaysiz, siz boshqarasiz. Uyingizda o'tirgan holda bitta stolda notebook yoki kuchli smartfon orqali barcha ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Sun'iy intellektlarni ishlatish uchun ingliz tilini bilish kerak-da. Yo'q, unday emas. Hozirgi texnologiyalar rivojlangan paytda hech qaysi tilni bilmasdan ham butun dunyo uchun ishlashingiz mumkin. Sarmoyaga keladigan bo'lsak, o'rtacha 5 million so'm kerak bo'ladi. Yaxshi telefon, asosiysi internet va o'z ustingizda ishlash. Daromadga chiqish vaqti 1 oy. Ha, rostdan atigi 1 oyda bu ishda daromadga chiqib olishingiz mumkin. Daromadning imkoniyatlari. Hozirgi paytda eng arzon dizayner bitta logotipni 100 ming so'mga tayyorlaydi. Bu eng arzon, eng oddiysi. Telegram botni 300 ming so'mga. Tarjima ma'lumotlari esa 50 ming so'mdan 80 ming so'mgacha amalga oshiriladi. Hatto ba'zida 200 ming so'm, 300 ming so'mgacha ham ko'tariladi. Matn terish xizmati 30 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Shaxsan o'zim siz ko'rib turgan videolarni preview qismini ba'zi hollarda 200 ming so'mga 3 kun, 4 kun navbat kutib tayyorlataman. Ha, bu rost, fantastika emas. Sizni aqlingizga sig'magan narsa bu bo'lmaydi degani emas. Shunchaki fikrlashingizni kengaytiring. Bilim o'rganishdan to'xtamang. Eng qiyini birinchi qadamni qo'yish. Qo'rqmang. Boshlang va to'xtamang. Odamlar nima deydi degan fikrni miyangizdan chiqarib tashlang. Videoga like bosing, komment yozing, yaqinlaringizga yuboring. Boshqalar uchun ham imkoniyat eshiklari ochilsin. Sizga ma'qul kelmagan ish boshqasiga ma'qul keladi. Siz orqali yaqinlaringiz o'z ishini topsa, bu yaxshi, to'g'rimi? Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Sizlar bilan Hikmatillo Nabijonov bo'ldi. Salomat bo'ling. Xayr.